robbal alamin. Hammalarimizga ham o'g'il qizlarimiz bor, abira nabiralarimiz bor. Umrlarini uzun, islarini ulug' qilgin. Qalblarini iymon nuri bilan to'ldirib qo'ygin. Hozirgi davrda farzandlarni, bolalarni tarbiyasi juda qiyin bo'lib qolgan bir zamonda Allohim bolalarimizni iymonini, xulqini o'zingga havola qilding. Allohim bolajonlarimizni qaddi qomatini chiroyli qilganing kabi axloqini ham go'zal qilgin ya robbal alamin. Xonadonlarimizga o'zing fayz barakot bergin. Qo'l rizq bergin. Bergan rizqingga chiroyli qanoat qilishligimizni nasibim yassar qilgin. Ramazon hilolini ko'rib, kunduzlarni roza bilan, tunlarini qiyomul layllar bilan o'tkazishlikni, Ramazonni barakotidan to'liq foydalanishlikni, Ramazonni oxirida itqum minan niron bo'lgan kunlarda ana endi sizlar ham do'zaxdan ozod bo'ldinglar deb nido qilinadigan paytda o'sha ozod bo'lganlarning safida bo'lishligimizni nasibim yassar qilgin.